Assalomu alaykum sayyorat tomoshabinlari. Bugun o'zgacha mavzu xususida gaplashamiz. Butun dunyo shiddat bilan rivojlantirib borayotgan, xususan O'zbekiston ham milliy brendlarni va o'zini milliy salohiyatlarini oshirib borayotgan soha bu milliy armiyamiz xususida gaplashamiz. Ushbu sonimizda O'zbekiston armiyasining bugungi holati, milliy mudofaa sanoatidagi yangiliklar va kelajak rejalarini faktlarga, rasmiy hamda ochiq manbalarga asoslanib teran tahlil qilamiz. 1991-yil O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng mamlakatning mudofaa siyosati bosqichma-bosqich shakllandi. Dastlab eski sovet asbob-uskunalarga tayinlandi. Keyinchalik tizimli modernizatsiya va milliy sanoatni rivojlantirishga e'tibor qaratildi. 2000-yillarning oxiri va 2010-yillar harbiy texnik hamkorlik kengaydi. Ayniqsa Rossiya, Turkiya va Janubiy Koreya bilan. O'zbekiston armiyasi taxminan 70 ming faol askarga ega. Rezerv va zaxira kuchlari bilan esa soni ancha kattalashadi. Bu sizga mamlakatning hududiy mudofaa qobiliyati haqida tasavvur beradi. Global Firepower 2025-yil hisobotiga ko'ra, O'zbekiston xalqaro taqqoslashda o'rni va Power Index ko'rsatkichlari bilan 58-raqam atrofida baholanmoqda. Ya'ni mintaqaviy jihatdan sezilarli kuchlar qatoriga kiradi. Harbiy budjet va investitsiyalar sohasida 2020-yilning boshidan boshlab modernizatsiya uchun mablag' ajratish oshirildi. Bu fan va sanoatni mustahkamlash, yangi texnika sotib olish va mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirishga qaratilgan siyosatning bir qismi. So'nggi yillarda O'zbekiston milliy mudofaa sanoati faol yangilandi. 2024-2025 yillarda mamlakat o'zining Arslon nomli seriyali zirhli transport vositasini taqdim qildi. 8x8 va 6x6 konfiguratsiyalari bilan NATO standarti elementlarini hisobga olgan holda ishlab chiqarilgan. Bu kabi maishiy ishlab chiqarish harbiy mustaqillikni oshirish va eski sovet parkini yangilash maqsadini ko'zlaydi. Bu yangiliklar shuni anglatadiki, O'zbekiston qo'shinlari jamoaviy mashg'ulotlar, xususan xalqaro treninglarda ishtirok etadi. Shuningdek, turli davlatlar bilan mudofaa texnologiyalari bo'yicha hamkorlikni kengaytirmoqda. Bunda nafaqat oddiy texnika sotib olish, balki personalni tayyorlash va logistika tizimini modernizatsiyalash muhim hisoblanadi. Markaziy Osiyoda barqarorlik va chegarani himoya qilish nuqtai nazaridan bunday yondashuv strategik ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning harbiy texnik yangilanishi bu faqatgina qurollar va mashinalar haqida emas, balki mustaqillik, mas'uliyat va xalq hayotini himoya qilishga bo'lgan intilishdir. Har qanday kuch, agar u xalq manfaatida ishlatilsa, haqiqiy kuchdir. Omonlikda ko'rishguncha. Dedi jon berdik. Vatan dedi jon berdik. Bayroq dedi qon berdik. Bayroq dedi qon berdik. G'animlarni yer tishlatib. G'animlarni yer tishlatib. Alloh uchun bosh egdik. Alloh uchun bosh egdik. Biz suyarlar vatanimiz. Biz O'zbekiston avlodimiz. Biz O'zbekiston avlodimiz.